Assalomu alaykum qadrdonlar. Chorsu bozoriga keldim. Hozir ko'pchilik so'rayotdi, Bahodir aka narx-navoni qanaqa deb. Hozir bozordagi narx-navolarni bilamiz. Qadrdonlar, yana bitta narsa aytmoqchi edim. Bugun arafaligi uchun qimmat narxlar, bir hafta oldin narxlar boshqacha bo'lgan, hozir shularni so'rab, keyin sizlarga aytaman. Qulupniylar narx qanaqa bo'lyapti bularni? 300 mingdan, 100 mingdan, 150 mingdan. Bular привозной qulupniylar-da. Qaniko yangi nav. Albion edi. Albion edi. Va alaykum assalom. Charchabasda. Instagramga ketar ekanmi? Instagramga qo'yamiz. Albionlar mana. 300 ming bular. Kilosi 300 ming, 280 ming qilib beramiz. Kalibrlarni. Bundan ham kattalar, sovuzlari deb bor, sovuzli sovuzlar. Bilaman Albionni. O'zlari o'qituvchilar dars beradilar, qo'limlaydi. Mendan so'raydi, o'rtoq. Olidin ko'chatini beradilar koreyski. Uylarida 3 qavatga bekitadigan. To'ylarda beradilar. Keldim sizlarga ham yetdi. Bular qanaqa nech pul bo'lyapti? Ko'tarib narx aytaymi, siz berayotgan narx aytaymi, arzonroq aytaymi? Mengacha farqi yo'q. Bu yerda masalan bor. Mana bunaqa narsada yoki hozir arafa, narx balon. Bir hafta oldin masalan narxi past edi. To'g'rimi? Juda ham past. Past edi. Masalan, qimmat olib qo'yib, arzon sotgan paytinglar bo'ladi. Masalan, bilaman. Dollardan zo'rda bu o'ynaygan. Dollardan zo'r. Shunaqa. Dollardan zo'r o'ynaydi. Dollaringiz misol uchun ertasi kun tushishi mumkin. 1 soat farq qilishi mumkin. Bu 5 minut farq. O'shanga hozir kelib, masalan, bu yerda bitta hozirgi paytdagi qimmat narxi to'g'risida video qilish. Men ko'tarib berayotganim bu kecha 140 ko'tarib berganman buni. Ko'tarib. Men buni ham 140 berganman. Yong'oqlarni ko'tara narx 70 berdi. Yaxshi. Bemalol qo'yavering. O'zimdan yerini 350 dan olishdi. Adbor. Shogirdimnikini olib kelib berib ular ham tirikchilikka olishgan. Bozordagi hozirgi kundagi narx ko'pchilik so'rayotibdi. O'shanga yur bolam demdi. 100 mingdan tepaga ketaveradi. Qulupniyga qara, farqiga qarang. Qulupniyni sortiga, farqiga, mazasiga rol o'ynaydi. Shunaqa. Maydalari 100 ming bor. Maydasi 100 ming. Yomon. Rahmat. Yaxshilik ko'rishinglar. Salomat bo'ling. Yo'q, nima mayda bor. Qulupniylar narxi nechta bo'lyapti? Qaysi biri? Masalan, mana yirilar. 300 ming, mana 200 ming bor. Mana bularni 200, mana 180 qilib 200, 180. Koreyskiya? Koreyskiya, asashir mana yeb olyapti mana Xitoydan. Bor. Rahmat, просто narx-navodan bilgani keldim. Arafada. Tak, qulupniylar. Yo'q, men narx-navon bilgani keldim. Zo'r. Yarim kilo sizdan beraman, aka. Yana qattiq sotchadi qulupniylarni. Qulupniy asosiy mashq, ko'p joyi mashq. Yo'da orada. Unda kam ekanda hosili? Shunaqa. Hali unaqa jamoasiga kirmadi-da. Bularni bo'ladigan nech pul beryapsiz? Buni 350 dedim, 300 tarozga tushadi. 350, 300 tarozga. Hali bu bugungi narx. Hali nega buni so'z? Bir hafta oldin nech pul sotayotdinglar? Bir hafta oldin 250 ming atrofi. bugun shunaqa narx. Va qadrdonlar, bugungi narxlarni aytaman. Bu bir hafta oldin umuman boshqacha narx bo'lgan. Hozir yana naryoqda ham bor ekan. Bu yoqqa ham o'taylik. Hozir mana bu yoqda ham bor ekan qulupniylar. Hormanglar. Alaykum assalom. Yaxshi. Qulupniylar narxi nech pul bu albionlarni? 300 ming. Hozir sizmisiz? Koreyskilarchi nech pul bo'lyapti? Yo'q, 300 ming atrofida. 300 ming atrofida. Bu endi bugungi arafa. Bugun endi hayitdagi o'z bilasizlar. Yomon tushadi. Bir hafta oldin nech pul sotyapti deydi? 300 minglarni 200 ming 180 sotadi. Qadrdonlar, bugun arafaligiga narx-navolar bunaqa.
Yo'q, endi qishda balon bo'lishini sababi nima? Kecha ham aytdim, qishda isitiladi. O'zim ham dehqonga bozor deylagan, mana siz ham qimmat olib arzon sotgan paytingiz bo'ldimi? Keyin o'zinikini ko'targan paytingiz bo'lganda, shunaqa. Bu yerda bozor sotayotganlarga ham, dehqonga ham o'zim ham. Ayniqsa qishda bu qo'l mevani yetishtirishdi. Barakasini bersin. Mamutda ham bor ekanu, Koreyskiyda. Ko'pchilikda qotib qoldi shodalari. Ko'pchilikda qotib qoldi. Salom alaykum. Ana buni necha pul berasiz ko'z zakon? Buni 290 ming beradi. Albiyle ham. Bu privatnoymi? Privatnoy? Bo'ldi. Bo'ldi. Bu qulpni shotda o'zidan? So'nggi bo'lganiga pishmay qoldi. Ko'pchilikda qotib qoldi. Isitish ham o'zi bo'lmayapti. Bular ana O'zbekiston bo'yicha taqdirlanadi. Albiyolarni nechi pul berasiz, aka? 300 ming. Bu privatnoy, ya? Turkiyani qulupniylari O'zbekistonda sotilyapti. O'zimizning dehqonlarda endi ko'pchilikda doni qotib qolganiga srazu привозной olib kelishni boshlashadi. Mana qulupniylar bor ekan. Bormaylar, yaxshimisizmi? Nech pul sotyapsizlar bilan? Alaykum assalom. 350 ming. Albiyonda привозной. O'zimizdan koreyskiylarcha. Mana. 280. 280? Bir hafta oldin nech pul edi? Hafta oldin sotamiz. Tushmayapti, koreys tushmaydi, bir oydan bilan. Bo'ldi, rahmat. Salom alaykum. Yo'q, o'zimniki, hozir olmayman. Nech pul? 200 ming. Joy ham meniki, bemalol ko'raver. Adborlar ham odam bor. Adborlarni nech pul sotyapsiz? Adborlar 300. Kirayotganda boshida bular bilan gaplashganingiz yaxshi. Mana barakasini bersin. Hamma qulupni meniki, men tarqataman. Yo'q, qo'tingda meniki, To'g'risi, birinchi marta keldim bozorga, Chorsiga qulupniyni anaqasiga. Nech pul berasiz yong'og'isiz? Yo'q, mendachi uyimdan ortmaydi. O'z kichkina issiqxonam. Endi shogirdlarim sotishyapti, kim aralashiga sotyapti. Kecha 160 mingdan yirik mayda aralash beribdi. Shu. Endi saltirovka qilsa ham, masalan, bir 30% chiqadi deyrik. 20-30% maksimum. Sredniy bilan mayda ko'p. O'zi bu yil unaqa zo'r bo'lmadi, yirik bo'lmadi qulupniylar. Oldingi yil zo'r bo'ldi. Hali kerak. Allohga shukr, men kecha tozalab teruvdim-da. Ertalab agar qo'ydim ko'rgan bo'lsangiz, o'sha qizaribdi-da. Bu ham oppoq edi kecha. Buni pishirdik bozorda o'zimiz. Ya menda joyida pishib ketyapti.